Bugun osteologiya haqida gaplashamiz. Osteologiya bu suyaklar haqidagi fan bo'lib, osteologiyaning bosh suyaklari qismi haqida gaplashamiz. Bosh suyaklarining o'zi miya qutisi va yuz suyaklariga bo'linadi. Miya qutisi suyaklarining o'zi esa toq suyaklar va juft suyaklariga bo'linadi. Bugun aynan sizlar bilan bosh miya qutisi suyaklarining toq suyaklari bo'lmuş ensa, peshona, g'alvirsimon va ponasimon suyaklar haqida gaplashamiz. Bugun bosh skeleti haqida gaplashamiz. Bosh suyagi kranium deb atalib, u ikkita qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qism kalla suyaklari ossa cranii yoki neurocranium yoki cranium cerebrale deb ataladi. Ikkinchi qismimiz esa yuz suyaklari ossa faciae viscerocranium yoki cranium visceraledan iborat bo'ladi. Neurocranium suyaklariga 6 xil suyak, 8 ta suyak kiradi. Nima uchun 6 xil? Chunki ikkitasi juft hisoblanadi. Neurocraniumni o'zi bu miyani o'rab turuvchi suyaklarga aytiladi. Ular toq suyaklar va juft suyaklarga bo'linadi. Neurocraniumning toq suyaklari 4 ta bo'lib, ularga ensa suyagi os occipitale, ponasimon suyak os sphenoidale, peshona suyagi os frontale, g'alvirsimon suyak os etmoidalelar kiradi. Miya qutisining juft suyaklari 2 ta bo'lib, juftligi uchun 4 ta suyak hisoblanadi. Tepa suyagi os parietale, chakka suyagi os temporale. Bundan tashqari yuz sohasi suyaklarini viscerocranium deb ataymiz. Ular 9 xil suyakdan tashkil topgan bo'lib, jami suyaklar soni 15 taga tashkil qiladi. Bular ham o'z yo'nalishida juft suyaklar hamda toq suyaklarga bo'linadi. Viscerocraniumning juft suyaklariga yuqori jag' suyagi maxilla, tanglay suyagi os palatinum, yonoq suyagi os zygomaticum, burun suyagi os nasale, ko'z yoshi suyagi os lacrimale, pastki burun chig'anog'i concha nasalis inferior lar kiradi. Shu 6 ta suyak juft suyak bo'lib, 2 ga ko'paytirsak 12 ta bo'ladi. Toq suyaklarga esa 3 ta suyak kiradi. Dimoq suyagi vomer, pastki jag' suyagi mandibula va til osti suyagi os hyoideum deb ataladi. Bugun sizlar bilan bosh skeletining neurocraniumdagi toq suyaklarini o'rganishni boshlaymiz. Ushbu rasmda bizda neurocranium suyaklari, ya'ni 8 ta suyakning har biri ko'ringan. Birinchi suyagimiz ensa suyagi os occipitale. Bizning rasmimizda mana bu joydagi to'q binafsha rangda ko'rsatilgan. Ponasimon suyak esa mana bu yashil rangli suyak hisoblanadi. Peshona suyagi esa os frontale deb atalib, mana bu sariq rangli suyak hisoblanadi. G'alvirsimon suyak esa os etmoidale deb atalib, ponasimon suyakning ustida, oldingi tomonida, peshona suyagining ostida joylashgan bo'ladi. Mana bu suyak ponasimon, g'alvirsimon suyak hisoblanadi. Neurocraniumning juft suyaklariga tepa suyagi mana bu suyak va chakka suyagi mana bu havorang suyak bo'ladi. Bularda juft dedik, shuning uchun qarama-qarshi tomonda ham yana bittadan vakillari bo'ladi. Bosh skeletining yuz qismini oladigan bo'lsak, yuz sohamizdagi viscerocranium suyaklari esa 6 ta juft, 3 ta toq edi. Shundan yuqori jag' suyagi maxilla sariq rangda mana chegarasini ko'rib turibmiz. Tanglay suyagi os palatinum shuni orqasida bo'ladi. Yonoq suyagi os zygomaticum mana yashil rangda. Burun suyagi os nasale qizil rangda. Ko'z yoshi suyagi os lacrimalis mana bu joyda bo'ladi va pastki burun chig'anog'i esa burunning ichida joylashgan bo'lib, u pastki chig'anoqni hosil qilishda ishtirok etadi. Dimoq suyagi vomer mana bu rangda. Pastki jag' suyagi mandibula mana bu va til osti suyagi esa bo'yin sohasida muskullarning orasida joylashgan bo'ladi. Neurocraniumning toq suyaklaridan birinchi suyak os occipitale, ensa suyagi. Ensa suyagi neurocraniumning orqa tomonini hosil qiluvchi
toq suyak bo'lib, foramen magnum deb ataluvchi orqa miya chiquvchi teshik hisobiga u 4 taga bo'linadi va quyidagi qismlar tashkil topgan. Birinchi qism squama occipitalis yoki pars occipitalis, ensa suyagining pallasi. Ikkita lateral qismlar pars lateralis, mana dextrasi, mana bunisi sinistrasi va yana bitta toq qismi bazillar qismi pars basillaris hisoblanadi. Pars basillaris haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu pars basillaris oldingi tomoni bilan ponasimon suyak bilan birikadi va unda quyidagi suyak elementlari bo'ladi. Nishaplik clivus joylashgan hamda uning qarama-qarshi tomonida tuberculum pharyngeum, ya'ni halqum do'mbog'i joylashgan bo'ladi. Ikkinchi qismi ensa suyagining lateral qismiga to'xtaladigan bo'lsak, pars lateralis o'z yo'nalishida 4 ta elementga bo'linadi. Birinchi elementimiz condylus, ikkinchi elementimiz jugularis, uchinchi elementimiz canalis nervi hipoglossi va oxirgi elementimiz sulcus sinus sigmoidea dan tashkil topgan bo'ladi. Condylus qismi haqida gapiradigan bo'lsak, condylus qismi bu bo'g'im do'nglig'i hisoblanib, ensa do'nglig'i, bo'g'im do'nglig'i hisoblanib, u birinchi bo'yin umurtqasi bilan bo'g'im hosil qilishda ishtirok etadi va condylus qismini o'zida quyidagi elementlar bor. Condylus occipitalis, ya'ni bo'g'im do'nglig'i, fossa condylaris, mana bu yerda condylus chuqurchasi joylashgan va canalis condylaris esa condylus ostida joylashgan kanaldan tashkil topgan bo'ladi. Jugularis qismida esa bo'yin turuq qismi hisoblanib, u yerda incisura jugularis, processus jugularis, mana hamda tuberculum jugulare degan 3 ta elementni o'z ichiga oladi. Canalis nervi hipoglossi esa mana bu joyda joylashgan bo'lib, bu yerdan bosh miyadan chiquvchi 12-chi bosh miya nervi nervus hipoglossus o'tadi. Sulcus sinus sigmoidea esa miyaga qaragan yuzasida joylashgan bo'lib, sigmasimon sinus egati bo'lib, bu yerda bosh miyani vena qonlari oqib o'tadi va canalis condylusga kelgandan keyin yig'ilib emissarian venaga aylanib qon tomiriga o'tadi. Uchinchi qismimiz palla qismi yoki pars squamosa. U ikkita yuzaga bo'linadi. Mana bu rasmda ko'rinib turganimiz tashqi yuzasi, mana bu yuzamiz esa ichki yuzasi hisoblanadi. Uchinchi qismimiz pars squamosa, palla qismi. Bu palla qismi palla bo'lganligi uchun pallada ikkita yuzasi bor farqlanadi. Birinchi yuzasi tashqi yuzasi, ensa suyagining palla qismining tashqi yuzasi. Bu bizning bo'ynimizni yuqori orqa tomoniga to'g'ri keladi. Mana bu yuzasi esa miyaga qaragan ichki yuzasi hisoblanadi. Har bir yuzalar haqida to'xtalamiz. Tashqi yuzamizda protuberans occipitalis externa, ya'ni ensa suyagining do'mbog'i joylashgan. Mana bu o'sha ensa suyagining do'mbog'i hisoblanadi. Bu do'mbog'dan foramen magnumga qarab ketgan qirra bo'ladi. Crista occipitalis externa deb ataladi. Linea nuchae superior, linea nuchae suprema, linea nuchae inferior degan 3 ta chiziq bo'ladi. Mana bu linea nuchae inferior, mana bunisi esa linea nuchae superior, mana bunisi esa linea nuchae suprema. Suprema degani eng yuqorigi degani, superior degani yuqorigisi, inferior esa pastkisi hisoblanadi. Bundan tashqari ensa suyagining tashqi yuzasida ikkita margolar bor, ya'ni chetlari bo'ladi. Birinchisi margo lamboidea, mana bu joy lampsimon shaklda bo'lib, bu tepa suyagi bilan birikishda ishtirok etadi. Ikkinchi margosi esa margo mastoideus, so'rg'ich-simon margo qirrasi bo'lib, bu chakka suyagining so'rg'ich-simon qismi bilan birikkanligi uchun xuddi shunday nomni olgan. Ensa suyagining ichki yuzasini ko'radigan bo'lsak, ichki yuzasida protuberans occipitalis interna, ensaning ichki do'mbog'i joylashgan. Shuni orqa tomonda esa protuberans occipitalis externa joylashgan edi. Bir-biriga juda mos keladi. Ikkinchisi shu protuberans occipitalis internadan foramen magnumga qarab yo'nalgan crista occipitalis interna, ichki ensa qirrasi joylashgan. Bundan tashqari sulcus sinus sagittalis superior, mana bu yuqori sagittal sinus egati, sulcus sinus transversus, ko'ndalang sinus egati joylashgan. Shu yerda bir narsani to'xtalib o'tmoqchiman. Ensa suyagidagi sulcus sinus sagittalis superior, sulcus sinus sagittalis transversus, crista occipitalis internalar
to'rt burchak xochga o'xshagan shaklni keltirganligi uchun eminensiya cruciformis, ya'ni xochsimon do'mboqlikni hosil qiladi. Shu xochga hosil bo'lgan do'mboqning ichida miya chuqurchalari joylashgan bo'lib, bu yerda fossa cerebralis deb ataladi. Bu fossa cerebralisda miyaning miya yarim sharlarining qismlari joylashgan bo'ladi. Ensa suyagining chegaradosh suyaklari va choklari. Ensa suyagi os parietali, ya'ni tepa suyagi bilan margolambaydeya orqali sutura lambaydeyani hosil qiladi. Chakka suyagi, ya'ni os temporali bilan so'rg'itsimon qismi bilan margomastoideus orqali sutura occipitomastoideyani hosil qiladi. Chakka suyagining toshsimon qismi bilan pars basillarisning lateral tomoni bilan Synchondrosus petrooccipitalisni hosil qiladi. Os sphenoidali, ya'ni ponasimon suyakning pars basillaris qismi orqali Synchondrosus sphenoccipitalisni hosil qiladi. Ensa suyagining condylus occipitalis qismi birinchi bo'yin umurtqasi atlas bilan articulatio atlantoccipitalis bo'g'imini hosil qiladi. Ikkinchi suyak, peshona suyagi, os frontali. Bu miyaning oldingi yuqori tomini hosil qilib, toq suyak hisoblanadi. U ham 3 ta qismdan iborat. Pars squamosa palla qismi, pars orbitalis ko'z olmasi qismi hamda pars nasalis burun qismlariga bo'linadi. Mana bu rasmda biz peshona suyagini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana bu peshona suyagining palla qismi, mana bu yer esa ko'z olmasi qismi, mana bu joyda esa burun qismini ko'rishimiz mumkin. Pars squamosa palla qismi ham ensa suyagi kabi ikkita yuzasi farqlanadi. Tashqi yuzasi va miyaga qaragan ichki yuzasi farqlanadi. Mana bu ichki yuzasi hisoblanadi. Tashqi yuzasida nimalar bor? Ikkala peshonamizda sochli qismida joylashgan do'nglig'imiz tuber frontali joylashgan. Va mana bu joyda glabella degan qismimiz bor. Bu botiqroq maydoncha hisoblanadi. Margo supraorbitalis qismi bor. Margo supraorbitalis degani bu ko'zning yuqori qirrasini hosil qiladigan joyi hisoblanadi. Incisura supraorbitalis. Incisura supraorbitalis margo supraorbitalisda joylashgan o'yiqcha bo'lib, bu yerdan qon tomir nerv elementlari o'tishi mumkin. Bundan tashqari processus zygomaticus degan o'siqi bo'ladi. Bu processus zygomaticus peshona suyagining yonoq suyagi bilan birikishiga olib keladi. Processus zygomaticusdan keyin linea temporalis bo'ladi. Linea temporalis peshona suyagining pallasining ikkita lateral tomonida joylashgan bo'lib, aynan mana shu liniyadan ostida joylashgan peshona suyagining qismi chakka osti chuqurchasida joylashganligi uchun xuddi shu nom berilgan. Arcus superciliaris, ya'ni superciliaris degani qosh usti yoyi degani. U mana joyga to'g'ri keladi. Aynan bizning qoshimiz turgan joyga to'g'ri keladi. Facies temporalis bu linea temporalisning ostidagi qismi hisoblanadi. Bundan tashqari incisura frontalis degani bor. Mana bu yerda joylashgan va foramen supraorbitali, ko'z olmasi usti teshigi degan qismlar tafovut qilinadi. Peshona suyagining ichki yuzasida nimalar bor? Peshona suyasining ichki yuzasida sulcus sinus sagittalis superiorning oxiri davomi bor. Bu sulcus sinus sagittalis superior tugagandan keyin crista frontalis, ya'ni peshona qirrasi bo'lib davom etadi. Bundan tashqari peshona suyagining pallasining ichki yuzasida arteriyalar yotib yuradigan maxsus sulsi arterioz, ya'ni arteriya egatlari joylashgan bo'ladi. Undan tashqari mana bu yerda xuddi barmog'imizni qo'yganimizdagi paydo bo'lgan izga o'xshagan joy turib, impressio digitati, ya'ni panjasimon izlar joylashgan bo'lib, aynan miyaning yarim sharlaridagi egatlar, pushtalar mana shu joyga to'g'ri keladi. Bu izlarni o'rtasidagi do'mboqli chiqqan joylar esa yuga cerebralia deb ataladi. Crista frontalisning pastki tomonida mana bu yerda foramen cecum, ya'ni ko'r teshik joylashgan hisoblanadi. Bu ko'r teshik peshona suyagi bilan g'alversimon suyagida birlashib umumiy ko'r teshikni hosil qiladi va sulcus sinus sagittalis superiorni oqib kelgan vena qon esa mana shu ko'r teshikda esa qon tomirga aylanib ketadi. Peshona suyagining pars orbitalis qismi. Pars orbitalis qismi ham ikkiga bo'linadi. Facies cerebralis mana bu joy hisoblanadi. Facies cerebralis degani bu miyaga qaragan yuzasi. Miyaga qaragan yuzasida impressio digitati, ya'ni panjasimon izlar hamda miya chiqiqligi deb nomlanuvchi yuga cerebraliar mavjud bo'ladi. Pars facies orbitalis esa, ya'ni ko'z olmasining yuqori tom qismini tashkil qilishda ishtirok etadi.
Bu yerda fossa glandula lacrimalis, ya'ni odamning ko'z yosh bezi joylashgan chuqurcha joylashgan bo'ladi. Fovea trochlearis g'altak chuqurchasi joylashgan. Fovea trochlearis g'altak chuqurchasining ichida esa spina trochlearis g'altak qiltanog'i joylashgan. Mana shu g'altak qiltanog'iga ko'z olmasini harakatlantiruvchi yuqori qiyshiq muskulni payi kelib birikadi. Bundan tashqari foveola etmoidalis degan joylar bor, yana g'alvirsimon chuqurchalar. Bu g'alvirsimon chuqurchalarga g'alvirsimon suyakning yacheykalari kelib tutashadi. Foramina etmoidale anterioris et inferioris esa bu g'alvirsimon suyakning oldingi va orqangi yacheykalari kelib birikadigan joylari mavjud bo'ladi. Pars nasalis 3-qismida esa, burun qismida esa quyidagi elementlar bor. Incisura etmoidalis, mana bu joy incisura etmoidalis, ya'ni g'alvirsimon suyakning o'yig'i. Spina nasalis, burun qiltanog'i, burun suyagi kelib shu yerga yopishadi. Sinus frontalis joylashgan. Bu sinus frontalis mana bu yerda suyakning orasida joylashgan. Va bundan tashqari apertura sinus frontalis, ya'ni apertura degani bu teshik degani, sinus frontalis degani peshana bo'shlig'idan chiqish joyi hisoblanadi. Aynan mana shu peshana bo'shlig'i sinus frontalisning yallig'lanib qolishini esa klinik tibbiyotda frontit degan kasallik deb ataymiz. Peshona suyagi quyidagi suyaklar bilan chegaradosh va choklarni hosil qiladi. Peshona suyagi quyidagi 7 ta suyak bilan chok hosil qiladi. Birinchisi tepa suyagi bilan margo parietalis orqali sutura coronalis tojsimon chok. Ponasimon suyak os sfinodalining katta qanoti bilan birikib sutura sfinofrontalisni hosil qiladi. Yonoq suyagi bilan processus zygomaticus orqali sutura frontozygomatikani hosil qiladi. G'alvirsimon suyak bilan lamina orbitalis bilan sutura frontoetmoidalisni hosil qiladi va ko'z yoshi suyagi os lacrimalining margo frontalisi orqali sutura frontolacrimalis degan chokni hosil qiladi. Maxilla yuqori jag suyagining processus frontalisi orqali sutura frontomaxillarisni hosil qiladi. Burun suyagining margo frontalisi orqali sutura frontonasalisni hosil qiladi. Bundan tashqari peshana suyagi o'zining rivojlanish davrida ikkita tuber frontalidan rivojlanib kelib bir-biri bilan birikib ketadi degan nazariyalar mavjud. Shuning uchun ularning o'rtasida yoshlikda bo'ladi, lekin katta bo'lganda yo'qolib ketadigan sutura metopika degan chok ham farqlanadi. 3-suyak g'alvirsimon suyak os etmoidale. Miya qutisining tog' suyaklarining o'ziga xos xususiyatlari deyarli har bitta tog' suyaklar 3 ta qismdan iborat. Ensa suyagi 3 qismdan iborat edi. Peshana suyagi ham 3 qismdan iborat edi. Mana endi g'alvirsimon suyak ham 3 qismdan iborat ekan. Bu qismlar birinchisi lamina cribrosa, mana bu g'alvirsimon plastinka degani. Ikkinchisi lamina perpendicularis, mana bu. Uchinchisi labirintis etmoidalis. G'alvirsimon suyakning labirinti hisoblanadi. Mana bu yerda biz bemalol ko'rishimiz mumkin. Mana bu lamina cribrosa, mana bu labirintus etmoidalis lar va mana bu perpendikulyar plastinka hisoblanadi. Lamina cribrosa g'alvirsimon plastinka qismida o'ziga xos xususiyati crista galli joylashgan. Crista galli degani bu xo'roch toji qirrasi. Mana bu xo'rozni kallasi deydigan bo'lsak, xuddi tojiga o'xshab tepaga bo'rtib chiqqanligi uchun mana shuni crista galli deb ataladi. Crista gallida oldingi tomonida biroz kengaygan joy bo'lib, bu yerning nomini ala crista galli, ya'ni xo'roz toji qirrasining qanoti deb ataladi. Mana bu crista gallining ko'rinishi yuqoridan, mana bu esa ala crista gallining ko'rinishi. Yon tomondan ko'rinishida esa crista galli mana bu esa ala crista galli. Ya'ni xo'roz toji qirrasi hisoblanadi. Bu crista gallini yaxshilab eslab qolasizlar, sababi kalla suyagining ichki tomonidan ko'rganimizda mana shu crista galli orqali biz juda ko'p elementlarni mo'ljalga olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi foramen secum. Foramen secum mana bu yerda paydo bo'lib, bu peshana suyagi bilan birikkanda hosil bo'ladigan ko'r teshik hisoblanadi. Foramina cribrosa g'alvirsimon teshiklar. Mana bu joyda ko'rayotgan bo'lsangiz, xuddi g'alvir teshigiga o'xshagan mayda-mayda teshikchalar joylashgan. Bu foramina cribrosa deb atalib, g'alvirsimon teshiklar deb bu yerdan bosh miyadan chiquvchi birinchi bosh miya nervi, ya'ni bizning hidlovimizga javob beradigan hidlov nervining tolalari aynan mana shu yerdan burun bo'shlig'iga o'tib olar ekan. Bu gapimizdan xulosa shuki, mana shu yerdan nerv o'tib, mana bu yer hammasi burun bo'shlig'i hisoblanar ekan. Ikkinchi qismimiz labirintis etmoidalis. Labirint etmoidalis g'alvirsimon suyakning labirintida lamina orbitalis ko'z olmas plastinkasi bu ko'z olmasining devorini tashkil qilishda ishtirok etadi. Cellula etmoidalis g'alvirsimon suyakining yacheykalari
Bunaqa sellyulalar 3 ta bo'ladi. Oldingi yacheykalar, o'rtadagi yacheykalar va orqadagi yacheykalarga bo'linadi. Bulla etmoidalis degan qism bor. Bu bulla etmoidalis degani g'alvasimon suyagining eng katta katakchali pufakchasi degani. Demak, mana shuni ostida juda katta yacheyka joylashgan bo'lar ekan. Konxa nazalis degan chig'anoqlar bo'ladi. G'alvasimon suyakda quyidagi 3 ta chig'anoq bo'ladi. Konxa nazalis superior, konxa nazalis superior mana, konxa nazalis media va konxa nazalis inferior. Konxa nazalis burun chig'anog'i. Burun chig'anog'i 3 ta bo'lib, konxa nazalis superior, konxa nazalis media va konxa nazalis supremaga farqlanadi. Mana shu 3 ta burun chig'anoqlari esa burun yo'llarini hosil qiladi. Meatus nazi superior yuqorigi va o'rta burun chig'anog'i orasida paydo bo'lib, mana bu joyda hosil bo'ladi. Meatus nazi medius esa burunning o'rta chig'anog'i ostida joylashgan bo'ladi. Processus uncinatus. Processus uncinatus ilmoqsimon o'siq bo'lib, o'rta burun chig'anog'ini orqa qismida joylashgan bo'ladi. Mana shu joy processus uncinatus bo'ladi. Bu uncinatus degani xuddi baliq ushlaydigan qalmoqda ilmoqga o'xshagan, qiyshayganligi uchun xuddi shu nom berilgan. Infundibulum etmoidalis. Infundibulum etmoidalis mana bu joyga to'g'ri kelib, ma'nosi g'alvirsimon varonka hisoblanadi. Bu g'alvirsimon varonka processus uncinatus va bulla etmoidalis orasida ochilgan bo'ladi. Mana bulla etmoidalis processus uncinatus o'rtasida hosil bo'lgan. Sinus frontalis meatus nazi mediusga botib turgan bo'ladi. Demak, mana shu yerga peshana suyagining bo'shlig'i ochilar ekan va o'rta burun yo'li tashkil qilar ekan. Lamina perpendicularis. Lamina perpendicularis bu burun to'sig'i septum nazining suyak qismini hosil qiladi va u o'z yo'nalishi bilan burun suyagi, dimoq suyagi, ponasimon suyak va pars cartilaginous septinazi, ya'ni burun to'sig'ining tog'ay qismi bilan birikadi. G'alvirsimon suyakining chegaradosh suyaklari os frontale bilan sutura frontoetmoidalisni hosil qiladi. Os sphenoidale bilan sutura sphenoetmoidalisni, os palatinum bilan sutura palatoetmoidalisni va yuqori jag' suyagi maxilla bilan sutura etmoida maxillarisni hosil qiladi. Miya qutisi suyaklarining eng oxirgi 4-suyagi, toq suyagi bu ponasimon suyak, os sphenoidale deb ataladi. Ponasimon suyak 4 ta asosiy qismdan iborat. Birinchisi corpus sphenoidale, ya'ni ponasimon suyakining tanasi. Ikkinchisi ala major, ya'ni katta qanot. Bu ponasimon suyakining ikkinchi qismi bo'lib, katta qanot deb ataladi. Bu ham ikkita bo'ladi mana. Keyingi qismi esa ala minor, kichik qanot mana. Va 4-qismi processus pterygoideus, ya'ni qanotsimon o'simta mana bu joyni o'z ichiga oladi. Bulardan corpus sphenoidalis bir dona bo'ladi, qolgan barcha qismlari juft hisoblanadi. Ponasimon suyagining nima uchun ponasimon suyak deyilishining asosiy sababi bu miya qutisining qolgan tog' suyaklarining orasida qisilib joylashganligi uchun, xuddi pona singari qisilib joylashganligi uchun ponasimon suyak deb ataladi. Ponasimon suyagining har bitta qismlari haqida to'xtalib o'tamiz. Birinchisi tanasi, corpus sphenoidalis. Ponasimon suyagining tanasi xuddi to'rtburchak kub shaklda bo'lib, unda 6 ta yuzi farqlanadi. Birinchi yuzasi facies superior, yuqorigi yuzasi. Mana bu yuqorigi yuzasi. Mana bu yuqorigi yuzasining rasmi. Ikkinchisi facies inferior, ostki yuzasi. Demak, mana ponasimon suyak tanasining pastki tomoni hisob. Facies anterior, oldingi yuzasi mana. Facies posterior, orqa yuzasi. Demak, old yuzasi mana bu tomon bo'lsa, orqa yuzasi bilan bu ensa suyagi bilan birikadi. Va ikkita pars lateralis yon tomonlari tafovut qilinadi. Shulardan eng murakkab bo'lgan qismi bu yuqorigi yuzasi hisoblanadi. Yuqorigi yuzasida cella turtska, ya'ni turk egarchasi degan qism joy bo'ladi. Mana shu joy cella turtska deb ataladi. Bu cella turtskani o'zida quyidagi narsalar bo'ladi. Fossa hypophysalis, mana o'rtada fossa hypophysalis. Bu yerda gipofiz bezi joylashganligi uchun gipofiz chuqurchasi deb ataladi. Dorsum cella, mana dorsum cella xuddi gipofiz bezi suyanib o'tirgan egarcha, ya'ni suyanchiq hisoblanadi bu. Tuberculum cella, egarcha do'mboqchasi, tuberculum cella, egarcha do'mboqchasi mana bu old tomonda joylashgan bo'ladi va undan keyin processus clinoideus posterior. Processus clinoideus posterior esa mana bu joyda dorsum cellaning ikki yonbosh tomonida shox singari ko'tarib turgan bo'ladi. Keyingi qismimiz yugum sphenoidale. Yugum degani tepalik degani, ya'ni ponasimon suyagining tepaligi. Ponasimon suyagining tepaligi ala major bilan bevosita tutashgan bo'ladi.
ala minor bilan tutashib ketgan bo'ladi. Sulcus prechiasmaticus degan keyingi elementimiz bu mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Mana sulcus prechiasmaticus, ya'ni kesishma oldi egati hisoblanadi. Bu yerda aynan nervus opticus, bosh miyadan chiquvchi ikkinchi juft nervimiz ko'ruv nervining kesishmasi mana shu yerda sodir bo'ladi. Keyingisi sulcus caroticus mana bu yerda yon tomonda joylashgan. Bu yerda uyqu arteriyasi, o'zining nomi bilan atalgan uyqu arteriyasi o'tib ketadi. Keyingi elementimiz lingula sphenoidalis, ponasimon tilchasi. Bu ponasimon tilchasi sulcus caroticusning lateral tomonida joylashgan bo'lib, go'yoki mana shu arteriyaning tashqi chegarasini hosil qilib, himoya qilib turadi. Processus clinoideus medius ham aynan mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Mana shu yerda bu ponasimon o'rta egilgan o'simtasi hisoblanadi. Ponasimon suyakning yuqori tomondan ko'rinadigan qismini ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu rasmda ham, mana bu joyda fossa hypophysealis, orqada dorsum celle, uning ikki yonbosh tomonida processus clinoideus posterior, mana bu yerda tuberculum celle, tuberculum cellening old tomonida sulcus prechiasmaticus, sulcus prechiasmaticusning ikkita lateral tomoni canalis opticusga ochiladi. Undan tashqari mana bu o'simtani processus clinoideus anterior, mana bunisi posterior, mana bu o'rtadagisi esa media deb ataladi. Va ponasimon suyakning orqa tomoni esa bevosita ensa suyagining tanasiga yopishgan holatda clivus bo'lib, nishaplik bo'lib davom etadi. Ponasimon suyagining oldingi yuzasi facies anterior burun bo'shlig'iga qaragan bo'ladi va mana bu rasm ponasimon suyagining oldingi yuzasi hisoblanadi. Bu yerda crista sphenoidalis, mana ponasimon suyagining qirrasi va ikkita teshik bo'ladi. Apertura sinus sphenoidalis, ponasimon bo'shliqning teshigi va concha sphenoidalis, ya'ni chig'anog'i joylashgan bo'lar ekan. Facies inferiorda esa bu miyaning asosiga qaragan tashqi yuzasi bo'lib, bu yerda faqat rostrum sphenoidal, ya'ni ponasimon suyagining tumshug'i joylashgan bo'ladi. Facies lateralis ikki yon tomonda ala mayor va minorga yopishgan bo'lganligi uchun u yerda hech qanday elementlar mavjud emas. Facies posterior esa pars basilaris osseus occipitalis bilan birikib, ponasimon suyak bilan ensa suyagining sinxondrozini hosil qiladi. Ponasimon suyakning bo'shlig'i sinus sphenoidalis deb atalib, mana buni ichida joylashgan bo'shliq hisoblanadi va bu corpus sphenoidalisning ichidagi bir juft bo'shliq hisoblanadi. Bular apertura sinus sphenoidalis orqali facies anteriorda joylashgan bo'lib, mana shu teshik orqali burun bo'shlig'iga ochiladi. Ponasimon suyagining ikkinchi qismi katta qanoti ala mayor. Ala mayorda 4 ta yuza va 4 ta qirra farqlanadi. Bu 4 ta yuzalar facies cerebralis, miyaga qaragan yuzasi, ikkinchi yuzamiz facies orbitalis, ko'z olmasiga qaragan yuzasi, uchinchi yuzamiz facies temporalis, chakka chuqurchasiga qaragan yuzasi va facies maxillaris, yuqori jag' suyagiga qaragan yuzasi hisoblanadi. Birinchi yuzamiz facies cerebralis, ya'ni miyaga qaragan yuzamizda juda ko'p elementlar mavjud. Bu yerda impressio digitata, ya'ni panjasimon izlar, yuga cerebrali miya chiqiqlari bor. Undan tashqari doimiy fenomenlar bor. Bu doimiy fenomen degani har bitta odamning kalla suyagida mavjud bo'ladigan elementlar. Bular teshik hisoblanib, foramen rotundum, ya'ni yumaloq teshik bo'ladi. Bu foramen rotundumdan nervus maxillaris aynan shu teshikdan, kalladan tashqariga chiqar ekan. Ikkinchi teshigimiz foramen ovale, ya'ni oval teshik deb nomlanib, bundan nervus mandibularis chiqar ekan. Uchinchi teshigimiz foramen spinosum, ya'ni o'tkir teshik deb nomlanib, arteria vena nervus meningea medialar aynan shu teshikdan o'tar ekan. Bundan tashqari doimiy bo'lmagan fenomenlar bor ekan. Doimiy bo'lmagan fenomen degani bu kimdadir uchraydi, kimdadir uchramasligi mumkin ekan. Bu foramen venosum, ya'ni venos teshik bo'lib, qanotsimon venos chiqadigan qon olib keluvchi vena aynan shu yerdan o'tar ekan. Foramen petrosum, ya'ni toshsimon teshik bo'lib, bundan nervus mandibularis chiqar ekan. Bundan tashqari ikkinchi yuzamiz facies orbitalis, ko'z kosasiga qaragan yuzasi bo'lib, bu ko'z olmasining devorini hosil qilishda ishtirok etadi. Facies temporalis esa chakka yuzasiga qaragan bo'lib, u yer crista infratemporalis yordamida mana shu crista infratemporalis mana shu hisoblanadi. Crista infratemporalis hisobida bu ikkita qismga farqlanar ekan. Facies maxillaris yuqori jag' suyagiga qaragan bo'ladi. Bunda deyarli qanday element yo'q. Mana bu facies maxillaris hisoblanadi. Mana bu facies infratemporalis, mana bu esa facies temporalis, mana bu facies orbitalis va buni bizga ko'rinmaydigan orqa tomonda esa miyaga qaragan facies cerebralis joylashgan. Endi ponasimon suyagining katta qanotida 4 ta qirrasi bo'ladi. Birinchisi margo squamosa. Margo squamosa degani bu palla qirrasi bo'lib, aynan
chakka suyagining pallasi bilan birikuvchi joyi hisoblanadi. Mana shu yer shunga to'g'ri keladi mana. Ikkinchi margo zigomaticus deb atalib, bu yonoq suyagi bilan birikish hosil qiladigan qirrasi hisoblanadi mana. Uchinchisi margo frontalis, bu peshona suyagi bilan birikish hosil qiladigan qismi va to'rtinchisi margo parietalis, peshona tepa suyagi bilan birikish hosil qiladigan joyi hisoblanadi. Ponasimon suyagining kichik qanoti ala minor. Canalis opticus bu yerdan o'tadi. Ko'ruv kanali ala minor asosida joylashgan bo'lib, bu sulcus prechiasmaticusning ikki lateral tomonida joylashgan bo'ladi. Fissura orbitalis superior, yuqorigi ko'z yorug'i deb atalib, bu ala mayor bilan ala minorni orasida joylashgan bo'ladi. Processus clinideus anterior esa oldingi egilgan ponasimon o'simta bo'lib, bu ham kichik qanotda joylashgan. Processus pterygoideus bu ponasimon suyagining eng oxirgi 4-qismi hisoblanadi va bu qanotsimon o'simta deb ataladi. U ala mayor va korpus birikishidagi joydan pastga qarab osilib turgan bo'ladi. Bunda canalis pterygoideus degan qanotsimon kanal asosida joylashgan bo'ladi va unda ham ikkita plastinka joylashgan bo'ladi. Bitta plastinka medial tomonda joylashganligi uchun lamina medialis va lateral tomonda joylashgani esa lamina lateralis deb ataladi. Bundan tashqari bu yerda fossa pterygoidea degan chuqurcha bor. Fossa pterygoidea degani bu qanotsimon chuqurchani hosil qiladi va aynan mana shu qanotsimon chuqurchaning ostida esa fossa scaphoidea, ya'ni qayiqsimon chuqurcha. Bundan tashqari hamulus pterygoideus degan mana ilmoq qismi bo'ladi. Va incisura pterygoidea qanotsimon o'yiq bu ikkalasini orasida paydo bo'ladi. Ponasimon suyagimizning chegaradosh suyaklariga quyidagilar kiradi. Birinchisi peshona suyagi os frontalining margo frontalis orqali sutura sphenofrontalis, tepa suyagining margo parietalis orqali sutura sphenoparietal, chakka suyagining margo squamous orqali sutura sphenoskvamoza, chakka suyagining quritilmagan kalladagina kuzatiladigan synchondrosis sphenopetrosis hamda yonoq suyagidagi margo zigomaticus orqali sutura sphenozigomatica, yuqori jag suyagi bilan sutura sphenomaxillaris, g'alvirsimon suyak bilan sutura sphenoetmoidalis hamda ponasimon ensa suyagi bilan synchondrosis sphenoccipitalis kabi birikishlarni hosil qilar ekan.